Ramazon muborak oy. Bizga kelishligi bilan yengil nafas olamiz. Ming afsuski bu oyda qilinadigan amallarning o'rni boshqa amallarga almashib ketgan. Ramazon bu roza tutish oyi emas, balki ochoqbatlik oyi bo'lib qolgan. Allohni yodga olish oyi edi, lekin do'stlarni yodga olish oyiga aylangan. Masjidlarga borib ibodat qilish oyi edi, lekin kafe restoranlarga borib o'tiradigan oy bo'ldi. Ramazon bu Qur'on tilovat qilib o'tiradigan oy edi, lekin telefonlardan bo'shamasdan xabarlarni o'qib o'tiradigan oyga aylandi. Ramazon oyi mana shu amallarni o'z ichiga olganmidi? Bu oyda siz va biz gunohlarimizga tavba qilib, yig'lab duo qiladigan oy emasmidi? Gunohkorlar uchun, buzg'unchilar uchun, hamma uchun. Bu men uchun ham, sen uchun ham imkoniyatdir. Bundan foydalanib, Allohning huzurida sahifamizni pokiza qilaylik. Bu to'g'ri amal qilib qolishlikka bir imkoniyat. Bu oyda o'tmishdagi gunohlar uchun yig'lab tavba qilib, Allohdan so'raydigan oy emasmidi? Mana bu esa Ramazondir. Bu bilan Allohning ulkan xazinasini qo'lga kiritgan bo'lamiz. Endi tasavvur qiling. Bankdan sizga telefon qilib, tez keling, sizning nomingizga hisobot ochamiz dedi. Hisobingizni ulkan summaga to'ldirib beramiz. 2 soat muhlat xohlagancha olishingiz mumkin dedi. Bu bir hayolat edi, lekin sizni yuzingizga tabassum ulashdi. Nega? Chunki o'ylab qolishingiz mumkin. 2 soatda men qancha pul olishim mumkin? Agar 2 soat tinmay ishlasam, hayotimni misli ko'rilmagan tarafga o'zgartirishim mumkin-ku. Endi o'ylab ko'ring, kim bu 2 soatda telefoniga javob beradi? Kelgan xatlarni tekshirgan vaqt topamizmi? Bizlardan birortamiz 2 soat hordiq chiqaray deydimi? Madomiki har yerda pullar sachrab, oyoqning ostida yotar ekan, hech kim vaqtini zoya ketkazmaydi. Nega endi pul degandagina hamma narsani zo'r tarafini bilamiz? Lekin Ramazon karimga kelganda fikrlar o'zgaradi. Alloh subhanahu va taolo bu muborak oyda jahannamning eshiklari yopiladi va jannatning eshiklari ochiladi degan va Allohning xazinasidan xohlagancha olib oling degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deydi: agar insonlar Ramazon oyini qanchalar ham sharofatli ekanligini bilganlarida, boshqa oylarni ham shunday bo'lishini xohlagan bo'lardilar. Ramazonning har bir kechasi o'zgachadir. Alloh bandalarini do'zaxdan saqlaydigan oy. Va endi akalarim, singillarim aytay, Ramazon oyini qanday o'tkazmoqchisiz? Ramazonda vaqtingizni qanday sarflamoqchisiz? Bu oy o'zgarish oyidir. Buni yomon amallarga to'ldirmang.